Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydolari. Bugun biz Dieffenbachiya gulimizni persatga qilmoqchimiz. Bir mijozimiz buni gul shaydasi olib kelib bergan edi. Gulim o'smayapti, barglari to'kvordi deb. Buni tuvagini ochib ko'rsak, shunaqa loy bo'lib zinchilashib qolgan. Sababi quruq tuproqqa ekkan, garshigini tagiga drenaj ham solinmagan. Ketsak bo'lib qolgan, qattiq tuproq, biogumusmi bilmadim, qanaqa universal tuproqqa ekilmagan bu gulimiz. Bu gul Dieffenbachiyalar o'zi aslida universal tuproqqa egilishi kerak, tuprog'i yaxshi bo'lishi kerak. Mana ildiziga ahamiyat bering, o'sishdan to'xtab qolgan, даже ildiz yo'ymagan. Tuproq umuman bu gulimizga mos kelmagan. O'shaning uchun tepadagi barglarini to'kvorgan, pastda ildiz yo'yishdan to'xtab qolgan, shunaqa holatga kelib qolgan. Buni vaqtida ochdik, yana biron oylar turganida o'sha gulni o'ldirib qo'yishi mumkin edi. Vaqtida yetkazib keldi. Hozir buni endi tayyorlab olib, universal tuproqqa almashtirib chiqamiz. Bu uchun ildizlarini, kesaklarni tozalab olishimiz kerak. Yuvib, yaxshilab kesaklarni qoqib tashlaymiz va universal tuproqqa egishni boshlaymiz. Hozir bizga kerak bo'ladi eng birinchi o'rinda karnivin. Karnivinni hamma biladi qanaqa ishlatishni va aktivniy o'g'il. O'zi ildizlar to'xtagan o'sishdan. O'shaning uchun hozir o'sha dorilardan ko'proq foydalanishimiz kerak. Bu tuprog'ini tashlavoramiz endi. Tuprog'ini tayyorlab olamiz. Tuprog'i universal tuproq, ya'ni kokosovit, dori, perlit, vermikulit va qo'shimcha ozuqalardan qo'shdim yaxshi o'stirish uchun. Mana tuprog'imizni universal tuproq qilib oldik. Hozir qo'shimchalar ko'rsatib o'taman aniqlashtirib. Mana kokosovit torifga perlit qo'shilgan, vermikulit qo'shilgan va bu eng kuchli ildiz yo'yuvchi vosita. Bundan ham bir poroshogini qo'shib oldim. Aktivniy o'g'ilni ezib qo'shdim. O'sha 5 xil mahsulotni aralashtirib oldik. Hozir endi karnivin bilan gulimizni ildiziga yaxshilab sepamiz. Karnivinni ayamay yaxshilab sepish kerak. Tuprog'iga ham yaxshi oziqadan qo'shildi, ya'ni ildizni tez o'stiruvchi doridan qo'shdik, ko'k poroshokdan ko'rgan bo'lsangizlar, lekin bu karnivin ham kerak bo'ladi. O'shanaqa hozir bir qo'lda sizlarga ko'rsata olmayapman. O'shanaqa yaxshilab sepib qo'yib olamiz va tuvakka qo'yib ekib olamiz. Shunaqa jarayonda ekiladi tuprog'imiz. Universal tuproq bo'ldi, hamma narsa aralash. Bu gulimizni tuprog'i o'zi aslida yengil tuproq bo'lishi kerak. Perlit, vermikulit va torf. Va asmakot har doim men foydalanaman, bilasizlar. Garshikdagi albatta drenaj shart, hamma gullar uchun ortiqcha tuproq chiqib ketishi kerak va yig'ilib qolgan suvlar og'ib ketishi kerak, havo aynalib turishi kerak. Agar o'sha narsa drenaj bo'lmasa, gulda ildizi chirishni boshlaydi. O'sha narsaga ahamiyat beringizlar. Ekilish jarayonini ko'rsatib o'tyapman. Xudo xolasa 3 ta tuvakka o'tkazyapman, 3 bo'lak qilib. O'zi aslida bitta garshik deydi, uchalasi. Bitta garshik deydi, lekin men hozir buni 3 ta tuvakka bo'lib ekib beryapman, birato'la bir xil qilib. Mana ekib tayyorlab oldik, xudo xolasa. Shunaqa tarzda. Bular suvni yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Dieffenbachiya o'zi aslida sovuq nimani iqlimda yaxshi ko'radigan gul. Xudo xolasa 2 kundan keyin sprey qilib olasiz epen bilan yoki serkum bilan sug'orib olsangiz bo'ladi. Barglarga tez-tez sprey qilib turish kerak. Spreyni yaxshi ko'radigan gul hisoblanadi. Shu bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' omon.